Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men sizlarga bir voqeani aytib beraman. Farg'onalik bir opamiz. Opamiz shundayki, hattoki maktabda ham o'qimagan. Ota-onasi o'lib ketadi. Bir erkakka turmushga chiqadi. Shu farzandni ko'radi. Farzand ham nogironlik holatida. Turmush o'rtog'i vafot etib ketadi. Ayol aka-ukani uyiga sig'maganligidan qo'shni davlat Qirg'izistonga ishlagani ketadi. U yerda musorxonalarda ishlab yuradi. Bolasini yaxshi insonlar ko'magida 2-3 yerlardan operatsiya qilinadi. Mana sinimiz Alloh rozi bo'lsin, Qirg'izistonda shunaqa bloger buni ko'rib qolib, chidab tura olmasidan mana videoda ko'rib turibsizlar, Qirg'izistonda ehson yig'adigan bolalar, ehson qiladigan shu xayriya jamoalariga borib, hammasiga murojaat qilib 2 oy davomida $9,500 pul yig'ishadi. Bu bolani operatsiya qilish kerak, pochkasini. Hozir pochka bir tomoni qurib ketmasdan ikkinchi tomonga klapan qo'yish kerak, mana buni olib tashlash kerak. Bitta oyog'i ham kalta. Hindistonda общий $20,000 ketadi deyapti. Onasini ham birga olib kelish kerak edi. Onasiga yana sinov kelib, Bishkekka yetib borishganda onasini appendis yorilib ketib, operatsiya qildirishib, hozir 1,5 pul unga ishlatishadi. 8,000 pul bilan hozir O'zbekistonga keldi. Bu sinim menga aloqaga chiqdi. Sizlarda O'zbekistonliklarning bolasi. Biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Aka, siz ham podeshka qiling dedi. Men ko'rdim, xursand bo'ldim. Qo'shni davlat Qirg'iziston xalqiga qo'lim ko'ksimda ta'zim qilaman. Rahmat. Shunchalik bir miskinni qarab turmasdan, bu boshqa davlat farzandi-ku demasdan shunchalik yordam qilganligi uchun katta rahmatimni aytaman. Bu balani negizi Batkende bardығы muhtajдар deb bilishет. Qo'ldan kelgan bari yordam berib kelib jurgan. Anan biz ko'rib qarab tura olmadik. Qo'limizdan kelgan adamlarning bardığını alib borib joliqtirdik, ko'rsatdik, video qilib chiqardik. Qo'limizdan kelgan shunday aqchani cho'qtirdik. Qutilar yig'ishib va yirishib aylanishib, bu hozir nogironlik nimasiga berilgan, bu yo'q, shu maktabidami, nogironlik maktabida. Maktabdan chiqqan bu bola. Sebep degende mana emesi menen Bolboyt ekendagi hozir muallimlar o'zlari dars berib kelib uyda o'qitishadi bu bolani. Uyda o'qitishadi. Alloh rozi bo'lsin. Bu bolani internetda bularga gapirgan bitta gapini eshitib qolib, o'zim xijolat olib ketdim. Ko'p bolalar meni qo'shmay qo'ygan. Manaqa narsa ko'tarib yuraman deydi. Bir yerga choy ichgani borsa ham, o'ynaganda ham men bilan hech kim o'ynashmaydi deydi. Bu eng katta sinovda. Hozir xudo xolasa biz $8,000 bor, $12,000 pul yig'sak bo'ldi, ko'p emas. Xudo xolasa shu paketdan qutuladi, klapan bir tomonga klapan o'rnatiladi. Xudo xolasa shu bolani yashab ketishida, onasini, bemor onasini xizmatini qilishida siz bilan biz sababchi bo'laylik. Mana bugun 22-may, haftaning payshanba kuni, ertaga 23-may juma kunigacha ehsonimiz ochildi, 24 soatlik ehsonimiz. Quyida qo'yilgan kartalarga bemalol hissanglar qo'shinglar. Bilasizlar, yana 100 talik limitimiz bor. Hammasiga harakat qilib tushira olmasanglar, kechasi 12dan harakat qilasizlar. 12dan keyin limitimiz ochiladi. Yo'q, biz naqd pul berib olib ko'rib kelamiz. Toshkentda ekansizlar. Hozir Toshkentda mana bu yerda Vivamed klinikasi turibsizlar. Buning yonida mana Husma hotelga chaqirganmiz. Shu yerga biz o'zbekistonliklar ham qarab turmaydi. Qirg'iziston xalqi biz uchun shunchalik harakat qildimi? Biz barcha O'zbekiston nomidan Qirg'iziston xalqiga rahmatimizni aytamiz. Biz ham qarab turmaymiz dedi. Qani vatandoshlar, bir vatandoshimiz Qirg'izistonda shunchalik e'tirof bo'layotgan paytda biz o'zbeklar ham kimligimizni ko'rsatib qo'yaylik. Familiyalarni yaxshi ko'ramiz. Qani olg'a, videoni maksimalli tarqatamiz, like bosamiz, kommentariyasida Qirg'iziston vatandoshlarimizga rahmatimizni, duolarimizni yetkazib qo'yishni unutmang. O'zbek Qirg'iz og'ayni tug'ishgandi. Qirg'iz o'zbek bir-biriga joni tandi. O'zbek Qirg'iz og'alarim bir tug'andi. Qirg'iz o'zbek bir-birine jonim berar. Mana aziz vatandoshlar ko'rdinglar, Qirg'izistondan shunchalik harakat qilib vizalarni ham olib qo'yishgan. Shanba kunga bilet olaveringlar dedik. Biz obunachilarimiz uddalaymiz dedik. Shanba kunga bilet olamiz, bularni Hindistonga uchiraveramiz. Srazi bor operatsiyalar qilib, yordamimizga ma'lumotlar tashab turadi. Xudo xolasa, shu bolani yashab qolishida o'z hissangiz qo'shgan bo'lasiz. Bu hammaga ham nasib qilavermaydi. Balki nasib qilgan, Alloh suygan bandasi siz bo'lishingiz mumkin. Videoni tarqatib qo'yishni unutmang.